Aleyküm, ota-onalar yaxshimisizlar? Sağlıqlar yaxshimi? Assalomu alaykum, oilajo'zi. Ağlarım, hammalar yaxshimisizlar? Sağlıqlar yaxshimi? Bugun juma yomiga ehsonimizga keldik, ota-onalar maqaga. Shu sizlarni qo'llab-quvvatlaganingiz bilan biz shu darajaga kelib turibmiz. Ağlar ikkala bu akka turgan ehsonlarimiz meniki emas, bular hammasi sizlarniki. Meni qo'llab-quvvatlab turganlaringiz uchun rahmat, addushi. Ehson berish uchun boy bo'lish kerak emas. Mana shu tushuncha juda ko'pchilik adashtiradi. Inshaalloh men ham boy bo'lib ketsam ehson qilaman. Ehson qilguvchi boylardan qilsin deyshadi. Juda ko'p aytiladigan gapda. Voy baraka topkurlar. Ehson qilish uchun boy bo'lish kerak emas. Ehson qilish uchun xohish bo'lish kerak. 10 ming so'm ehson. Soatımızda bir Türkiye'de bir auditoriyama bir paket verin. Padişah olalım. Vallahi şu işlerinde rüvaş, tapkaların süperim iyi bola vergen şu hayır iskan yetişler. Bize de kaçmasa kutudan kaçsın ama kette rahmet. Yetti oğullarımız için. Tapkalarınız yaş günlere büyüsün.